Qaysi klinikada operatsiya bo'ldingiz va bunga qancha vaqt bo'ldi? Men Piramid sentriga operatsiya qildirdim. Bog'bek degan vrachimiz bunga 2-dekabrda hozircha 4 oy bo'ldi. Hozir operatsiya kirganda 4 oy bo'ldi dedingiz. Shu muddat ichida necha kilogramm ozdingiz? Men endi hammasini hisoblaganimda 139,5 kilogramm, 140 kilogramm kirganman operatsiyaga. Hozircha bugungi kunga 93 kiloda ishlab, 93 kilo berganman. 40 tayyorganman. Option pyramid ichiga. Operatsiyani o'zi, operatsiyadan keyingi davr qanday bo'ldi? Og'riq, ko'ngil aynishi, qayt qilish kabi shikoyatlar bormi sizda? Endi operatsiya davri o'zi 2 kun, 3 kun bo'ldi. Men 3-kun o'zim samolyotga bilet olib turib kelganman Buxoroga, Toshkentdan. 3 kun klinikada yotganman. 1 kun operatsiyadan keyin yotgan. Ikkinchi kunga bog'bek o'zlari turg'izib, nimalarni operatsiya joylaridan xabar olib, mana turishga harakat qilib, 3-chi kunga men ovqat bulyon ichib turib yurganman. Tashqari chiqishga o'zim nima qilib, o'sha qaraydigan odam kerak bo'lmaganda, shu 3-chi kunga turib o'sha chiqib kelganman klinikadan. Hammasi o'rgatgan, qayt qilish, qusish, unaqa narsalar bo'lmagan. Bir marta bo'lgan bo'lsa, unga o'zini aybi bilan endi qattiq narsa mumkin bo'lmagan. O'sha 3-chi kunga, 4-chi kunga ozgina qattiq narsani kartoshkani chaynab yegan uchun o'zlar shunaqa qilavergan. Lekin undan keyin shu aytgan kitob berilgan bo'lsa, o'sha kitob orqali yegan narsalarni chaynab yeyish orqali menga hech qanaqa og'ir vaziyatlar bo'lmagan. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Operatsiyadan keyin 47 kilogramm ozdingiz qarib. 140 kilogrammdan 93 kilogrammga tushdim dedingiz. Bunaqa vaznni yo'qotish uchun inson iste'mol qilayotgan ovqat miqdori kam bo'lishi kerak-da. Natija sizda doimiy ochlik hissi yo'qmi hozirda? Ishtaha nima bo'lyapti, qanday bo'lyapti? Yo'q, endi bu ishtaha ochishligi kanalda talab qilish yo'q bunaqa narsa. Buni oldindan biz aytib eshitganmiz doktorimiz bilan. Bu narsa bo'lmaydi degan birinchidan. Hozir kam sezish bor. Ochlik lekin unchalik ochlikni sezadigan nima yo'q, vaziyat yo'q. Lekin shunda hozir shu kanalga to'g'ri to'g'ri bo'lgan bo'lsa, yana bir oy, 2 oy yana nima qilsa, shundan o'rganib ketadi. Faqat shu bulyon ichib, mana shunday narsalarni yeb chaynab, yaxshilab chaynab yesangiz hech nima emas. Operatsiyadan oldingi shikoyatlaringiz bormi va hozir ham ular mavjudmi saytida? Operatsiyadan oldingi shikoyatlarim to'g'risi aytsam ko'p edi. Endi og'ir vaznga, endi har xil kasalliklar bo'larkan, nima bo'larkan, bu davleniya bo'ladi, varikoz bo'ladi, xurak tortish bo'ladi. Hammasi yo'qolgan. Xudoga shukr, davleniya hozir yaxshi. Hammasi yaxshi, xudoga shukr. Endi masalaning ma'naviy tarafiga o'tsak, operatsiyadan oldingi Saidjon aka bilan hozirgi Saidjon akaning farqi bormi? Farqi. Endi to'g'risi aytsam farqi ko'p. Avvalgi Saidjon aka endi bir og'ir vazndagi bir inson bo'lgan, ko'p narsadan xohishi bo'lmagan, yurish, turish, ayoq masalan bir lestitsaga chiqib tushish, bir ish qilish masalan ancha og'ir bo'lganda, masalan terilash, halsirash, mana bunaqalar ko'p bo'lgan. Hozir Xudoga shukr ancha yosharganga o'xshayman o'zimcha. Lekin ko'p kishi ham aytadi shu gapni. Organizmim yosh bo'lgan, Xudoga shukr, yomon emas. Havsirash yo'q. Bir nima deydi? Ko'p o'zgarish avvalga nisbatan. Shaxsiy hayot, ish faoliyati, do'st birodarlar orasida hayotingiz qanday kechyapti? Endi unga o'zgarish juda ham katta. Endi birodarlar hammasi bir ular uchun bir tasodifan masalan ro'y oldimman, bir semiz inson bo'lganman. To'g'risi aytsam ayrim davrlardan men uyalib bormaganman. Qo'shilishga o'zimdan uyalganman. Hozir Xudoga shukr hammasi yaxshi, hammasi chaqiradi, nima ham qiladi. Ular uchun bir qiziq tuyuladi. Reski 4 oyga bunchalik res bilan nima qilish, ana Xudoga shukr hozir yomon emas. Xohlasangiz ana turib ko'rsatish mumkin. Ana shu hozir yomon emas. Ana shu holatda avval ana shu formada yurganman. Nima emas. Nima deydi? Ish qilib mamnunman. Shu operatsiya qildirganimdan men juda xursandman.
birinchidan Do'xbek aka bilan maslahatlashib, shu kishini qo'llariga operatsiya qilganimdan juda ham xursandman. Chunki u kishini ta'riflarini bilib, ko'rib, Instagramlarga, Telegramlarga ko'rib, gruppalarga kirib, keyinchalik maslahat qilib, keyin shu operatsiya qilganman. Oyog'im yurmasdi, nimadan, varikozdan, suyak og'riqdan uni ham qolib ketgan. Xudoga shukr o'zi. Assalomu alaykum. Men Bog'ibek Karimbayevich 27 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan oliy toifali xirurgman. Shu kungacha 100 dan ortiq oshiqcha vazn bo'yicha qilinadigan bariatrik operatsiyalarni o'tkazganman. Agarda siz ham ortiqcha vazndan hamda u bilan birga keladigan yondosh kasalliklardan xalos bo'lib, chiroyli ko'rinishga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz uchun operatsiya summasidan 4 million so'm chegirma qilib beramiz. Bepul konsultatsiya orqali shaxsan o'zimdan batafsil ma'lumot olishni istasangiz, ushbu raqamlar orqali biz bilan bog'laning. Saidjon aka, qarang, sizni og'ir vazndan aziyat chekib yurgan aka-ukalar, opa-singillar ko'rib turishibdi-da, ularga nima maslahat berasiz? Endi ularga shak shubhasiz birinchi maslahatim, to'g'risi aytaman, u yolg'on emas, chin dildan aytaman, Alloh yo'lida operatsiya qildirsin. Bu operatsiya qildirish degani bu unchalik katta muammo emas ekan. Bizga ham masalan tushuntirgan operatsiya bo'lsa, masalan og'ir nima bo'ladi, nima deydi uni, og'ir kechasan, azob chekasan deb hech qanaqa azob chekish yo'q ekan. Bir kun o'tadi ketadi, o'sha nimasi ham unchalik emas, narkozni nimasi bilan ikkinchi kundan hamma oyoqqa turib ketadi. Operatsiya qildiradigan shu og'irlik vazni bilan aziyat chekayotganlarga, opalarga, singillarga, yo'l og'aynimiz, do'stlarimiz, urug'larimizga masalan aytadigan tavsiyam shuki, iloji bo'lsa operatsiya qildirsinlar. Bu hech qanaqa og'ir kechmaydi. Birinchidan, ikkinchidan doktorni ham tanib, bilib, klinikalarni ham masalan shu o'zimizda ham Buxoroga bo'ladi, mana shu klinikalar ko'p o'zimizga ham. Ko'p kishi bilan maslahatlashganman. Kelib mana shu Bevermed sentriga operatsiyani qildirganman. Bu qildirgan operatsiyadan hech qachon men pushaymon emasman. Atigi naborot xursandman. Shu yoqqa borib operatsiya qildirganimdan ana yaqinda men Yevropaga chiqib ketyapman. Ancha nima bilan xursandchilik bilan menga masalan yoqmasa edi, bundan oldin men Yevropalarga qatnagan, boshqa joyga qatnaganman. Ko'p narsalar yoqmasa edi. To'g'risi aytsam, o'tgan yilga masalan bormagan. Undan oldingi yillarga borganman. O'tgan yillar shu og'irlik vazn orqali menga yoqmaganman. Borib kelgach ana nima unchalik yoqmaganligi uchun men bormaganman. Ana endi bu yil biletimni oldim. Xudo xolasa 15-ga o'tyapmiz. Hammasi yaxshi. Bog'ibekga katta rahmat. Minnatdorchiligimni yana shu ekran orqali bildirmoqchiman. Hech qachon bu kishidan men nima emas, doimo men bu kishidan qarzdorman. Hech qachon bu kishidan minus joylarini eshitmaganman ham, bilmaganman, ko'rmaganman. Har hafta hech bo'lmasa 2 haftaga bir telefonlashib, bir-birimizni ko'rishib, telefon orqali ko'rishib, gaplashib, maslahatlashib o'rayapmiz. Iloji bo'lsa, operatsiya qildirmoqchi bo'lsangizda, ana bemalol Bevermed sentriga murojaat qilib, yana o'zimning nomerimni qo'yaman. Xohlasangiz, mendan yana so'rashingiz ham mumkin, Bevermed sentr gruppalarga kirib ham ko'rishingiz mumkin. U klinikadan hech qachon hech qanaqa minus chiqqani yo'q. Iloji bo'lsa, operatsiya qildiring, pushaymon yemaysiz. Ana o'z bir javobini aytasizki, qanday xursandchiligingizni o'zingizdan shu menga o'xshagan xursandchiligingizni aytasiz. Mana bir o'zi 40 kilolik og'ir vaznga yurgan inson edim. Hozir xudoga shukr 93 kilo, ana ertaga 80 kilodan tushish hech gap emas. Kattadan katta Bevermed sentriga, u yoqdagi ishlayotgan medsestralarga Bog'ibekga rahmat.